Bizga keldilar-da, anchadan beri hozir aytibdilar menga qarab, "Voy, ana siz o'zi birinchi yig'ib beruvdingiz, Muslima" deb keldilar-da, o'zim yana boshqa polniy nabor yig'ib berdim. Deb piringlar, polniy mana qarang bu nabor olib ketyaptilar, podarkomasiga qo'shib berdik. Hozir gapira olmayman, nima deydi deb turibdilar, lekin boya rosa yuzlarini ko'rsatdilar. "Voy, mana qarang, yuzim yaxshi bo'ldi, rubislarim qisqaryapti, kichrayapti" deb. Qizlar bilasizlar, rubitsni kichraytirish, ya'ni qisqartirish qiyinroq, sal vaqt va sal etap uhud kerak bo'ladi. Hozir nechinchi marta olib ketishingiz bizdan? Bu 3-4 bo'lsa kerak. 3-4 marta. Birinchi uhud men o'zim yig'ib bergandim. O'zim. Chilonzordagi magazinda. Siz qanaqa bo'ldi? O'zingiz nimasi bo'ladi? O'zingiz gapirib bering. Ancha yaxshi, osilishlar ketgan, lekin poralaringiz, lekin men bu tarafim chap tarafingiz, o'ng tarafim, o'ng taraflari yaxshigina o'zi poralari, ulgichlari qisqargan. Endi hozir yana shunaqa nabor qilib berdik. Yaxshi kunlaringizga, salomat bo'ling. Xo'p.